Men uyim qumsovoq, bu qo'shnim nima? U uyga nima qilib qo'yibdi? Qanani mahsulot ekan bu? Ye, ko'chmaydi ekan shekilli. Ko'raymikan buni? Yu. Rasu chiqib ketar ekan. Nima bo'lyapti? Qo'shni? Ko'chada o'zi. Nima bo'lsa? Qo'shni nima qilyapsiz? Bu uyga nima qildi? Keling. Assalomu alaykum, qo'shni, yaxshimisiz? Men ham shundan qilgizmoqchi edim, chiroyli ekan bu, rasu chiqib ketdi ibtaliqada. Men sizga ko'rsataman. Suvni olasiz. Ha. Loy bo'ldi, boshqa bo'ldi, Ha. Mana sizga kerakmi? Mana shunaqasidan bo'laveradi. Mana buni ular shunday qilib yuvib tashlaysang, yana joy-joyiga ketadi. Hech narsa qilmaydimi shunda? Bo'ldi. Ishingiz hal shu bilan bo'ldi. Remontni yana yangi holati mana shunaqa ko'rinishga keladi. Men ham shundan qilaverayman endi. Yo'q, shundan aytsangiz, shundan qilib beraverasiz. Bundan yaxshilab va baqaga men sizga ko'rsataman. Qala bor ekan. Ko'chani mana shu rangdan qilganmiz. Ha. Mana hovlini qarang endi. Yu. Nima deysiz hovliga? O'z bitta baho bering. Bunaqa emas edi-yu qo'shni. Ha, pulini yaxshilab sanavdim. Yaxshilab emas-u, lekin o'rtacha holatda, eng arzon variantida ustiga kelib o'zlari qilib berib ketdi. Buni qarang, qanaqa chiroyli chiqqan. Mana bu yerni qarang. Oldi ko'rinishini qarang. Qoyil qo'shni sizda ham eplovmay ketibdi. Pulni ancha topyapsiz ekanda. Bu ustal, agar siz ham qildiraman deydigan bo'lsangiz, bu ustalar nomeri bor, beraman. Siraz bitta kelib, ob'yomini olib turib o'lchab, hisobini qilib ketishadi. O'zlari xuddi shuna, o'zlari rangni tanlab, qaysi rangni qo'yamiz, qaysi fason chiqadi, uni hammasini qilib berib ketishar ekan o'zlari. Eng yaxshi tarafi hamma narsasi o'zlaridan. Men hech narsa olib bermayman ekan. Yo'q, hech narsa olib kelmaymiz. Shunda ustani chaqirasiz. O'zlari kelib o'lchaydi, hisob kitobini qiladi, pulini summasini aytadi, bo'ldi. Sizga biror narsa olib kelib bering ham demaydi, uni o'qing, bu o'qing ham demaydi. Faqat men ustiga nima qilib berdim? Yotoq joyini berdim, osh-ovqatini qilib berdim, keyin lisasini olib kelib berdim. Bo'ldi. Bo'ldi, shu boshqa hech narsa qilgan yo'q. Men uyim qumsovoqda, shu qumsovoq holatida topshirsam bo'ladimi? Ilgari holatni ko'rgansiz, qumsovoqda menga. Hech narsa qilmadimi? Hech narsa qilgan yo'q. Priyama yopishtirib yubordi. Bo'ldi, priyama o'zlari tagiga beradigan narsalarni berib turib, izolyatsiyam, gruntovka ham shunaqa deb aytishar ekan. Shularni olib kelib surtab turib, o'zlari qilib berib ketishdi. Sizga kim tavsiya berdi buni? Bularni men YouTube'dan topdim. YouTube'dan topdingizmi? YouTube'dan, keyin Instagram'dan topdim. Hali Instagramdan o'tda yonmas, suvda cho'kmaslar, yolg'onchilardan emasmi? Yo'q, unaqangi emas ekan. Mana men o'zim ko'rdim, qildirdim. Mana ko'ryapsiz, qarang, holatini qarang. Tashqaridaqa buni ham yuvsa bo'laveradi. Yiltirashini qarang. Buni bemalol yuvsa bo'laveradigan narsa ekan. Nihoyatda zo'r narsa ekan. Mana bu tabiiy holat ekanda bu bor. Bu o'z-o'zi rangini o'zgartirib ham qo'ymaydi ekan. Keyin qarang, mana ko'chib ham ketmaydigan zo'r narsa ekan. Qani? Mana bunday ko'ring, hech qaysi ko'chib ketmaydi. Hozir so'kil ham shundan bo'ldimi shunda? Hozir so'kil ham shundan. Menga usta menga aytdiki, agar devorda bironta joyiga biror narsa bo'lsa deyapti. Shunday keyin deyapti. Mana shu detali, shunday yomon bo'lib qoldimi, siraz kelasiz, bizda bundan bor deyishyapti. Bundan olib kelib turib, shunday kesib, qirqa olib tashlab turib, o'rniga yana xuddi shunday qo'yib. Buni yonlariga ham ortiqcha ish ko'paymaydi ekan. Hali bir xil kraska qilsangiz yo eskirib qolsa yo trishiniya bo'lib qoladi-yu. Bu trishiniya bo'lmaydi ekan. Eski remontda trishiniya bo'lib qolsangiz, ustiga yana o'sha rangni olib ketsangiz, ikki xil bo'lib qoladi-yu. Bunda umuman unaqa narsa bo'lmaydi. Bu nihoyatda zo'r narsa ekan. 10 yil, 15 yilga garantiya berishdi buni. Bu sizga ustalar reklamaga pul bergan yo'qmi? Shunchalik menga tavsiya qilib qoldingiz? Yo tanishingizmi? Yo'q, qo'shnimsiz. Ma'qul keldimi? Qo'shnimsiz. Sizga yaxshi bo'lsin deb, sizga eng yaxshisini ilanyapman. Men bir haftadan beri shu ko'changizdan o'tyapman. Shu nima devoringiz menga jilovlanib shuna tashlanyaptiki, men o'zi aslida buni qilgizmoqchi emas edim. Leqani attelab olib chiqib bitta xunuk qilgancha cho'dim. Ichim kuyib ketyapti qo'shni. Yo, sizga o'shanaqangi yuvsa bo'ladigan eng chiroyli variantidan ustalarga aytaman, kelib qilib berib ketadi. Agar o'zingiz xohlasangiz, telefon nomerini beraman, chaqirasiz o'lchab ketadi. Ustalarda ham qilayotgan odatim bor, uyimda karchirim bor, bilasizmi? Karchirda yuvaman ammo. Karchirda ko'chib ketsa-chi? Siz javob berasiz qo'shni. Men javob beraman.
ko'chib Men kelsa boshqa siz javob qildirib berasiz. beraman. Ha. Agar sizga o'sha ustalar kelib turib qilib beradigan bo'lsa, Ha. yomon chiqsa, mana men o'zim sizga pulni, ustav pulni men beraman. Hozir meniki ham bir xil bo'lib qoladi. Mahallada ikkitoy bir xil bo'ladimi shunda? Yo, Yo'q, boshqalari ham bormi ekan? Buni boshqa varianti ham bor ekan. Menga ma'qul kelgani mana shu adnatonni mana shu varianti ma'qul keldi. So'kilini ko'rkaga o'xshatib qildirdim. Ha. Endi hozir ko'rka moda bo'lyapti-yu. Endi ko'rkani metri, pagana metri qimmatligini hisobiga mana shu ko'rkan vidini beradigan mana shundan qildirdim. Lekin mana shuni ham kvadrati, buni kvadrati bilan bir xil summasi. Bir xilda qilib beraverdimi? Hammasi so'kildan boshlab tepagacha bir xil narxda qilib berdi. Qarang, qo'shni bitta savol bor-da. Buni opam tanladimi, siz tanladingizmi? To'g'risini ayting. Men dedingizni bilaman, uni zo'r emas. Uni chiroyli narsalar tanlamaydi-da. Opam tanlab shekilli. Hamma yoqda bilib o'qsiz o'zi. Opay tanlagan. Hozir men ham kirib xotinga aytaman. Agar chiqib ko'radi, ma'qul kelsa bitta bosib yuboramiz. Qishloqda ikkita bo'lsin. Zo'r bo'lsin, ha? Zo'ridan qilib beradi. Sizniki menikidan zo'ridan qilib beradi. Uncha-munchaligi ko'ngil xiralik bo'lgan bo'lsa, uzr qo'shni. Yo'q, ammo loyga rozi bo'lasiz, men atalab tayyorladim uni. Chiroyli narsani ko'rdingiz. Mahallamda bitta meniki emas, sizniki ham chiroyli bo'lsa, men ham xursand. Qo'shni. Dil xiralik bo'lmasin. Yo'q, hech xafagarchilik yo'q. Sizni ishingiz bitib, uyingiz chiroyli remont bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Men xursand bo'laman. Qo'shni. Ustalarda nomerini toping emasa. Ustalar nomerini yozib oling. 593lik 586. To'xtang. Yozing. Hop. 93lik 93lik 586 586 3389. 3389. Ismi nima? Orifjon. Orifjon usta. Aha. Bo'ldi. Gipki kamin dedingiz-a bu nomi? Ha, bu Gipki kamin nomi. Xo'p, Telegram, WhatsApp'i bor ekan. Telegramdan shunday yozsangiz, o'zi sizga kataloglar tashlab berar ekan. Hamma rasm qilgan ishlar hammasi o'zlarining Telegram gruppasi bor ekanda. Uyda yotib olib, xotin bilan tanlaymiz deganda. Hammasini tanlab olib turib, ko'rib chiqaverasiz. Tanlab, zakaz bersak, chaqirsangiz, kelib o'lchab, o'zlari hisob, qayerga qancha narsa ketishini hisobini qilib ketadi. Bo'ldi qo'shni. Gaplashamiz, qo'shni o'tinglar emasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Loyga rozi bo'lasiz lekin. Bo'ldi, endi men kirib yuborman ekanda sizni uyingizda.